qilyapsan? Onang emasman endi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Akam sizni xafa qildimi? Aytgandim-u firibgar deb. U seni akang. U haqda bunday gapirishga uyalmaysanmi? Oyi, nima mendan xafamisiz? O'sha kuni to'yda qilgan ishim uchun uzr so'rayman. Vaziyat shuni taqozo qilgan edi. Men majbur bo'ldim, oyi. Iltimos, meni kechiring, oyi. Tumin, inson ham shunchalik bag'ri tosh bo'ladimi? Odamlar toshdan ham qattiq narsa insonning yuragi deyishadi. Lekin onangga bunday munosabatda bo'lish. Oyi, bilaman xato qildim. Shuning uchun sizni izlab keldim. Shu oilasi begona, baribir o'z uyingizga yetmaydi. Men bilan yuring, uyimizga boramiz. Sizni o'zim boqaman. Men begonaman. Bormayman. Oyi! Shanshan ham hammasini bildi endi. Unga nima deding? Oyi, men yaramaslik qildim. Xatoyimni anglab yetdim. Men bilan yuring. Sizni hurmatingizni albatta joyiga qo'yamiz. Shanshan xafa emasmi? Sendan jahli chiqmayaptimi? Nega unday deyapsiz? Shanshanni o'zi yubordi sizni olib kelishga. Shanshan hozir homilador. Unga yordamchi kerak. Nahotki o'z nevarangizni dunyoga kelishini ko'rishni istamasangiz? Shanshan homiladormi? Necha oylik bo'ldi? Qiynalmayaptimi? Shifokorga bordinglarmi? Uyga borsak hammasini bilib olasiz, oyijon. Mayli. Xo'p, bolani ko'rishga boraman. Oyi, o'sha kampir kelganda jahlingizni bosib turamiz. Kompaniya ishlari yurishib ketsin, keyin adabini berib qo'yamiz. O'sha sassiq kampir-a, omadi kelib boyib ketganini qaranglar. Endi bizni mensimayapti. Ha, endi iloji qancha, oyi? Shu janoblari bilan aloqasi yaxshi-ku. Oilamiz uchun chidaymiz-da endi, oyi. Oy, xayrli kun bayxonim. Savfan, eshitishimcha, siz shu oilasida xizmatkor bo'lib ishlayotgan ekansiz, a? Ha, nima bo'pti? Tinchlikmi? Ha, shu oilasiga yaqinda bir ayolni olib kelishgan ekan. Shu rostmi? Ha, bir qishloqdan kelgan kampirda. Shu do'ng janoblari uni allaqachon uydan haydab yuborgan. Ketdi. Nima? Haydab yubordimi? Ha-da. Menga ishonavering. Shu korporatsiyasining aksiyalari ham o'sha erkatoy o'g'liga berilmagan. Uni onasini ham tan olishmaydi. Hali ko'rasiz, tez orada ikkisini ham ko'chaga uloqtirib qo'yishadi. Bo'pti, men ketdim. Xayr. Demak, bizni ahmoq qilishibdi-da bular. Hoziroq menga aytaman, o'sha kampirni haydab yuborsin. Shoshma. Modomiki kampir nomadi chopmagan ekan, uni uyga olib kelib xizmatkor qilamiz. Sekin o'chimizni olamiz. Oyi, ko'chada kiygan oyoq kiyimingizni uy ichida kiymang. Shahar qishloq emas, tozalikka qarash kerak edi. Uyda ortiqcha shipagam yo'q edi. Mayli, yalang oyoq yura turasiz. Tashqariga qo'ying. O'zim qilaman, oyog'im loy bo'lgan. Oyi, kir emas. Yoshligimda yomg'irda oyog'im loy bo'lib kelganida ham yuvib qo'yar edingiz-ku. Menga ham shunday qilishimga imkoniyat bering. Tezroq qo'lingizni yuvib, dezinfeksiya qiling. Shanshan homilador, uyga mikrob tashimang yana. Voy, nima bu? Shanshan. Uzr qizim. To'yini buzganim uchun xijolatdaman. Qishloqdan senga Qishloqdan har xil iflos narsalarni uyimga ko'tarib kelma. Tumin, bu narsalarni tezroq yo'qot. Shanshan, nima deyapsan? Onamni bu yerga taklif qilganimizdan maqsad ularni yaxshilab kutib olish emasmidi axir? Yaxshilab kutib olish? Uni uyga olib kelganimizni yagona sababi xizmatkor qilish. Ha, esingdami? Avval ham uyingda xizmatkor bo'lib ishlagan deganding. Esingda yo'qmi? Ha, bu ish uni qo'lidan juda ham yaxshi keladi. Xizmatkor. Tumin, sen haqiqatni aytdim deganingda meni xizmatkor deb tanishtirdingmi hali? Tumin, nega qaytiribsan? Bu chiqindini tashla. Shanshan, men Homilamni zaharlaydi. O'zi shundoq ham mazam bo'lmayapti.
Tezroq bo'l. Hoy, temanglar. Bu meni narsalarim. Qaytarib beringlar. Hoy. To'xta. Qo'y. Bu meniki. Oyi, bular arzimas narsa-ku. Ularni aytganini qiling bo'ldi. Arzimas narsalar. Men seni mana shu arzimas narsalar bilan boqib katta qildim. Oyi, Shanshan hozir homilador, ko'ngli nozik bo'lib qolgan. Siz ham ayolsiz, uni tushunishingiz kerak-ku axir. Iltimos qilaman, oyi. Uni tushunishga harakat qiling. Mayli, men shunchaki xizmatkorman. Modomiki meni sig'dirmas ekansiz, keta qolaman. Oyi, oyi! Ketmang, oyi. Agar hozir ketib qolsangiz, men tamom bo'laman. Akam sababli ishsiz qoldim. Endi bay oilasidan ham haydalsam, ko'chada qolaman-ku. Bu seni aybing. Oyi, Shanshan hozir homilador. Asabiylashmasligi kerak. Shuning uchun haqiqatni ayta olmadim. Shunchalik or qilasanmi mendan? Men ham qishloqda katta bo'lganman, lekin hech qachon ota-onamdan or qilmaganman. Oyi, iltimos. Faqat bolam uchun qoling. Nevarangizni bir o'ylang. Shanshan bolaga yaxshi qaraya olmaydi. Baribir o'zingiz kerak bo'lasiz. Oyi, iltimos. Faqat bolam uchun qola qoling. Nevarangizni o'ylang. Shanshanchi umuman bolaga yaxshi qaraya olmaydi. Mayli. Faqat nabiram uchun qolaman. Yolg'iz uni o'ylayapman. Rahmat, oyijon. Sumin, endi uydagi hamma tortmalarni qulflab qo'yaman. Agar qo'li egri bo'lsa, ayb mendami? Nega qo'qon qoziqdek turibsan? Qani bo'l, olib ket. Ay, nega qarab turibsan? Shuncha bir hali mendan ko'rasan.